Ko'pchilik aytadi, top universitet bo'lmasa diplomi O'zbekistonga o'tmaydi, ko'p yillaring bekor ketadi, bitirgandan keyin ish topa olmaysan. Koreyada o'qigan odam, o'z ustida ishlagan odam O'zbekistonga qaytib 45 million so'm oylikka sig'a olmasligini oldindan bilishi kerak. Chunki fikrlash o'zgaradi, qarash o'zgaradi va daraja o'zgaradi. Diplom bu shunchaki qog'oz emas. Bu rabochiy formatga 100% kirib ketmaslik uchun himoyadir. Agar o'qimasang, tizim seni oddiy ishchi sifatida qabul qiladi. Agar o'qisang, tanloving ko'payadi. Bakalavr tugashi magistr eshigini ochadi. Magistr diplomi esa bu umuman boshqa daraja. Koreyada diplom bu F2 va F5 vizalarga ochiladigan yo'l. Bu Koreyada qolish imkoniyati, mustaqillik va erkinlik. Statusing oshadi, imkoniyatlaring oshadi va vaqtingning narxi oshadi. Eng muhimi, sen oddiy migrant emas, mutaxassis bo'lasan. Masala qayerda o'qiganing emas, masala o'qish orqali qayergacha chiqmoqchi ekaningda. O'qish vaqtini yo'qotish emas, to'g'ri o'qisang bu darajani oshirish. Xulosa, sabr qilib o'qish kerak, keyin natijani o'zi gapiradi.